Hammaga assalomu alaykum bolalar, yaxshimisizlar, tinchmisizlar, tuzukmisizlar? Короче, bolalar bugungi videoda zaryad kuchaytirish, headshotlarni ko'paytirish bo'yicha gaplashib chiqamiz va o'rganib olamiz. Qani bola unda ketdi. Bolalar ko'rishinglar mumkin, bu hamma nastroykani qilishimizdan oldingi o'yin. Bolalar biz birinchi o'rinda bu yaxshi zaryad uchun to'g'irlash uchun biz birinchi o'rinda настройка kiramiz, управление. Bu yerda продвинутое управлениеga kiramizda bolalar. Oxirigacha olib tushamiz. Sal tepaga chiqamiz mana. Bu yerda помощь при прицеливании turadi. Mana shuni включить turgan bo'lsa, yonib turgan bo'lsa, o'chirib qo'yasizlar. O'chib turgan bo'lsa tegmaysizlar bolalar. Grafikaga o'tamiz. Bolalar обязательно mana shunda yaxshilab qaranglar. Главное turish kerak emas. Balans yoki высоко yoki maksimumda turish kerak emas bolalar. Главное qo'yamiz. Emaydi sizlarda agar bu zakrit turgan bo'lsa yoki 2x turgan bo'lsa, buni обязательно 4x qo'yish kerak bolalar. Bu yerda yozilgan, agar o'qisanglar, bu telefon qizib ketadi degan. No, unchalik ham bu. Короче, bu nima uchun-da? Короче, har ehtimolga qarshi bilishinglar uchun, atak buni unaqangi ziyoni yo'q bolalar. Qo'rqmasdan bemalol yoqaveringlar. Zaryad chotki bo'ladi. Bu yerda настроить knopkaga kirasizlar. Mana bu agar sizlarda 180 dan past turgan bo'lsa, masalan 50, ba'zi aqlinglar bor qancha kichkina bo'lsa shuncha yaxshi bo'ladi. Yo'q bolalar. Hamma narsa движениеda, qancha mana bu 180 kamida turish kerak bolalar. 180 ga chiqarib qo'yasizlar. Iloji 180 dan baland qilsanglar ham bo'ladi. Oxirigacha ko'tarsanglar shuncha yaxshi. Ammo meni telefonim kichkina bo'lgani uchun 180 qo'yib qo'yganman. Bo'ldi bolalar. Va bolalar ko'rishinglar mumkin. Bu hamma narsani to'g'irlaganimizdan keyingi mana zaryadda headshotlarni ko'rishinglar mumkin. Video foydali bo'ldi degan umiddaman bolalar. Like bosish va kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Bolalar kommentariyada Telegram kanali ссылкасini qoldirganman, o'tib olinglar bolalar. Telegram kanalida 100 ta bo'lsak, 100 ta juda yaqin qoldik. Agar 100 ta bo'lsak, bitta RP o'ynaymiz. E'tiboringiz uchun hammaga kattakon rahmat.